to'g'ri qabul qilasizlar. Namozga niyat qilingan paytda ko'p halol bo'lgan narsalar ham misol uchun qilish mumkin emas bo'ladi. Javob berish, birov aksirsa sog' bo'ling deyish yoki umuman. Xuddi shuni singari u namoz buziladi, to'g'rimi? Namozingizda boshqatdan o'qib olaverasiz, muammo yo'q. Bunda umrada buni ham buzadigan amallar bor, bir nechta amallar bor, uni men hozir sanab beraman. Umrani endi bu buzadigan amallari nomi jicha qo'polroq jinoyat deyiladi. Umrani jinoyatlari bor. Buniki jicha qimmatroqqa tushadi. Kimda kim agar umra jinoyat qilib qo'yadigan bo'lsa umrani. Bittadan qo'y vojib bo'laveradi, undan tashqari kelib boshqatdan umrangizni qilasiz. Shunaqa. Yo miqotga yoki bo'lmasa tanimga, Oysha onamiz masjidiga borib turib, niyat qilib kelib boshqatdan umra qilinadi. Shuning uchun hozir o'rgataman sizlarga umra qanday qilinishi kerakligini. O'zi hojiboshlar bor Makka shahrida. Endi ko'pchilik bo'ladi, ba'zi amallarni, jinoyatlarni esdan chiqarib qo'yib ham qilib qo'yish mumkin-da. Bu narsa mumkin emas-da, mumkin emas deydi, qilib qo'yib ham bo'ladi. Shuning uchun yoninglardagilarga ham eslatib turasizlar, bu umraning jinoyati, mana qilib bo'lmasdi deb turasizlar. Kelishdikmi? Hozir birinchi umra qilishda sizlarga tushuntirib beraman. Qanday qilib umra qilinadi? Buni hamma tushunib olgandan keyin tushundim desanglar, umraning jinoyatlarini sizlarga tushuntiraman. Kelishdikmi? Hozir mana niyat qilingandan keyin talbiya aytib ketamiz. Labbayk Allohumma labbayk. Shuni hammamiz malollanmasdan aytamiz. Nimaga malollanmasdan deyapman? Chunki hozir hammamiz ham 1 soat, 2 soat yaxshi zo'r aytamiz, keyin o'sha u yog'iga erinib qoladi odam. Shunaqada odam tabiati. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalari bilan 13 kecha 13 kunduz piyoda tuyalarda borgan vaqtda ular malollanmagan hech qaysi sahobalar. Boshida qanday aytgan bo'lsa ilhom bilan oxirgacha shunaqa aytishgan. Ular biz singari mana bunaqa yumshoq tapchkalarda borishmagan, konditsionerlarda borishmagan ular. Oyoqlariga tikanlar sanchilsa ham ularga bilinmagan. Muhabbat shunaqa ziyoda bo'lgan ular. Xo'p, talbiya aytib ketamiz. Orada to'xtab boshqa mavzuga o'tishimiz mumkin. Kimdir ichinglarda Qur'on tilovat qilib bersa eshitib ketamiz yoki rivoyatlardan eshitib ketishimiz mumkin. Endi talbiya aytib ketamizmi? Bu talbiya qachongacha aytiladi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, to'g'ri boramiz, hozir gostinitsaga tushadilar, chimadanlarni xonalarga olib kiramiz, hojiboshi vaziyatga qarab aytadi. Agar Ka'baning atrofida odam ozroq, sal yengilroq bo'lsa, sirazi chiqqanimizda umramizni tugatib qo'yamiz. Agar odam ko'p bo'lib, keyin ichinglarda ko'pchilik charchab qo'yib, yosh kattalar bor, vaziyatga qaraydi, charchagan bo'lsanglar 1-2 soat dam olinglar, keyin tushganlardan keyin tugatib qo'yamiz umrani deydi. Borganinglardan keyin holatinglardan kelib chiqib aytasizlar. Menga aytsanglar ham bo'laveradi. Atrof yaramaymiz, ichida dam olaylik desanglar, men hojiboshlarga tanishib aytib qo'yaman. Shunaqa, yaramaydi odamlarni deb qo'yaman. Kelishdikmi? Talbiya aytib ketiladi to Ka'batullohni ko'rgunimizcha. Ka'baga qaraganimizdan keyin talbiya aytish to'xtaydi. Labbaykani aytmaysizlar. U yerda tavof qilayotgan paytda ko'rib qolishingiz mumkin. Tavof qilayotgan paytda ham talbiya aytib yurganlar bor-da. Tavof qilib yurganda ham labbaykani aytib yurishadi. Endi hamma aytayapti, biz ham aytishimiz kerak ekan emas, chunki u yerda boshqa mazhabdagilar ham bor-da. Nima uchun namozimizdan farq qilyapti-yu? Bundan farq yana tushib ketadi hozir. Shunaqa talbiya aytsa sizlar ham ergashib talbiya aytib ketmanglar. Talbiya Ka'batullohga nazar tushgandan keyin to'xtatiladi va qilinadigan amal bizni Ka'batullohga bo'shroq joyga shunday olib keladida, o'zi hojiboshi aytadi. Yerga qarab kelinglar desa, yerga qarab boramiz. Endi hamma hojiboshi har xil. Bu qanaqa bo'la bilmayman. Ko'pincha lekin hojiboshlar yerga qaratib boradi. Ko'zi tushib qolmasin deydi-da. Hali birinchi marta oldidan ko'rib his qilganingiz boshqa. Qalbida zarracha iymoni bor odam Ka'batullohni ko'rganda beixtiyor ko'ziga yosh keladi. Borganinglardan keyin hech kimni uyatmanglar, tortinmanglar. Nimaiki niyatinglar bo'lsa hozirdan o'ylab ketinglar. Men Ka'bani ko'rganimda Allohdan mo narsani so'rab olaman deb Imom Azam rahmatullohi alayh nima deb duo qilgan ekan? Ey Alloh, umrimni oxirigacha nima deb duo qilsam bergin degan. Shuning uchun nima so'rashinglarni o'ylab olinglar, chunki birinchi marta ko'rganinglardek duo shak shubhasiz ijobat. Inshaalloh ijobat bo'ladi. Sizlarda Hajarul Aswadni yonidan olib keladi. Hajarul Aswadni bilasizlar, bu qora tosh, Ka'batullohning eshigini yonida joylashgan qora tosh.
Mana shu joydan tavof boshlanadi. Endi o'ylashinglar mumkin, odam ko'p, Hajarul Asvad pastroqda, qadam bilamiz Hajarul Asvad yoniligini deb o'ylayotgan bo'lsanglar, shuni o'ng tomoningizga qarasanglar, yashil lampa ilib qo'ygan. Hajarul Aswadning ro'parasida joylashgan tepada. Shu joydan sano boshlanadi. Agar hoji boshinglar oldida bo'lsa, nima qiladi? Hajarul Aswadning ro'parasiga yetganda o'ng qo'l ko'tariladi. Bismillahi Allohu akbar. Birinchi tavof boshlanyapti. O'ng qo'l ko'tariladi. Bismillahi Allohu akbar dedimi? Erkaklar boshidagi 3 ta tavofda o'ng yelka ochiq turadi, 3-tavofdan keyin yopib olasizlar. Endi qaranglar. Ayrimlaringlar guruhda oxirida bo'lib qoldinglar deylik. Mana qo'rg'on qilib olib keladi. Tashqarida avval nima qiladi? Endi odatda shunday bo'ladi. Bu hoji boshini prinsip qanaqa bilmayman. Mahramsiz kelgan ayollar bo'lsa, o'rtaga mahramsiz kelgan ayollarni teradi. Atrofiga mahrami bilan kelgan ayollar teradi. Ularning atrofiga erkak mahramlarini teradi. Erkaklar nima qilamiz? Mana bu sumkalarimizni remenidan ushlab, mahkam qo'rg'on qilib yuramiz. Tavof qilayotganda ham unisi bunisi yorib o'tmoqchi bo'ladi, o'tib ketay deydi. Unaqalar hech kimni qo'ymasdan mahkam bo'lib turib tavof qilamiz. Tushunarlimi? Endi mana shu qo'rg'onni oxirida bo'lib qoldingiz deysiz. O hoji boshimiz qo'lni ko'taryapti, qo'l ko'tarish kerak ekan deb qo'lingizni ko'tarmaysiz. Nimagaki siz qo'rg'onda oxirida kelayotdingiz. Siz hali yetib kelmadingiz Hajarul Aswadning ro'parasiga. Ular o'tib ketadi, siz o'zingiz uchun qo'lingizni ko'tarasiz. Bismillohi Allohu akbar. Ayollarga ham tegishli. Agar oxirida bo'lib qolsanglar, ro'parasiga yetganda ko'taramiz. Xola qo'limizni hozir ko'tarmay turing deb yosh kattalarga aytib turasizlar, yoshlar. Ketdi. Birinchi tavof tugadi. Ikkinchi tavof boshlanyapti. Ikkinchi tavofda ham Hajarul Aswadning ro'parasiga yetganda Bismillohi Allohu akbar. Ikkinchi tavof boshlandi. Shu asnoda 7 marta tavof qilinadi. Tushunarli bo'ldimi? Mana shu yerda siraz aytib ketdi, tavof qilayotgan paytda nima deb duo qilish kerak? Qanaqa duolari bor? O'zini zikrlari bormi deb o'ylaydi ko'pchilik. Buni maxsus mana shu duoni aytish kerak. Bu duoni o'qimasangiz umringiz umra bo'lmaydi degan yo'q. Unaqa kalimalar, unaqa zikrlar yo'q. Bekarchi dunyoviy gap so'zlarni gapirmaysizlar. Bilgan duolarni, bilgan suralarni, zikr, tasbih, tahlil, tahmid, bilgan duolarni hammasini qilib yuraverasizlar. Faqat aytish kerak bo'lgan bitta joyi bor. Tavof qilyapsizlar. Tushunib oldinglar, Hajarul Aswadni. Ashundan bitta avvalgi burchak rukni yamoniy deyiladi. Rukni yamoniy. Haliga tavof boshlangan burchakdan bitta avvalgi burchak. Mana shu joyga yetganda hamma aytish kerak bo'lgan juda oson zikr bor. Robbana atina fid dunya hasana. Buni hamma biladi. Shuni aytish kerak. Nimaga aytiladi deyilsa, ba'zi rivoyatlarda keladi 3000 ta deb, ba'zilarda 300 ta deyiladi. Hajarul Asvad bilan rukni yamoniyning orasida farishtalar bor. Mana shu farishtalar, maxsus u farishtalar amin, amin deb o'tiradi. Nimagaki, men siz tavof qilayotgan paytingizda Alloh taolodan nima hojatingiz bo'lsa so'radingiz. Siz endi rukni yamoniga yetganingizda Robbana atina fid dunya shuni aytadigan bo'lsangiz, farishtalarni ham aminiga to'g'ri kelib qolsa, inshaalloh duoingiz ijobatda. Tushunarlimi? Har bitta tavof tugatgan paytda rukni yamoniga yetganda Robbana aytiladi. Bo'ldi. Qolgan paytda bilgan duolarni, bilgan suralarni aytaverasizlar. 7 marta tavof bo'ldi. 7 marta tavof tugaganidan keyin mana Ka'batullohning oldi tomonida, eshigining oldi tomonida maqomi Ibrohim joylashgan. Maqomi Ibrohim bu Ibrohim alayhissalom oyoq izi botib qolgan joy. Borganinglardan keyin o'zingizlar ham ko'rasizlar. Ana shu payg'ambarning oyoq izi hozir ham bor. Uni shunday haligi saqlab qolish uchun ustini qurib qo'yishgan temirdan chiroyli qilib. Mana shu yerda e'tibor beringlar-da. Aka suv bormi? E'tibor bersanglar, ayollar ana shu joyda ham juda ko'p shirk qilayotganini ko'rasizlar. U qanaqa qilib desangiz, shu oyog'ingizdan so'rab tilanib turishgan bo'ladi-da. Ana shuning uchun maxsus u yerga bitta ishchisini qo'yib qo'ygan, haram hududiga. Shirk deb turadi. Mana bu yerda ham ravzdan tashqarisida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni gumbaziga qarab duo qilishyapti. Shirk, duo qilma, bu yoqqa qarab deyapti. Orqangda qibla, bu yoqqa qarab duo qil deyapti. Xuddi shunaqa. U yerda ham Ibrohim alayhissalomni maqom Ibrohim turib, oyog'ingizdan so'raydi. Bilib olinglar, Alloh taolo kechirmaydigan eng katta ulkan ikkita gunoh bor. Birinchisi ota-onaga oq bo'lishlik, ikkinchisi shirk keltirishlik deyilgan. Shuning uchun borganinglardagi ayollar ko'pincha shuna qiladi. Erkaklari shirk keltirmaydi. Sababi erkaklar har juma namoziga borib kelib yurib,
ancha tajribasi oshib qolgan. Ayollar yana bitta shirk keltiradigan joyi bor. Arafat tog'iga chiqqanda odam hatto bilan momo havo onamiz ko'rishgan joy bor. U yerda ham o'rab qo'yishganda saqlab qolishlik uchun. Shu yerda ham biznikilar borib turib bir narsalar qilgan, haliginga yopishgan, haligindan tilam so'raydi. Unaqa emas, hoji onalar unaqa qilib yurmaydi. Inshaalloh biznikilardan unaqa chiqmaydi. Xo'p, endi mavzuga qaytamiz. Maqomi Ibrohim joylashgan. Biz tavofimiz tugadi. Bo'ldi, super. Maqomi Ibrohimni orqa tomonida hoji boshimiz bitta bo'sh joyda topadi-da. Bo'sh joy yana qidirib yursa, nima qilyapti biz hoji boshimiz, nimaga u yerda bosh aylanib yuribdi deb o'ylamanglar. U bo'sh joy qidirayotgan bo'ladi. Bo'sh joy topib turib biz hammamiz chaqiradi. Kelinglar bu yerga, bu yerda namoz o'qiymiz deydi. Keyingi tartibi tavofda 2 rakatdan nafl namoz o'qiladi. Nafl namoz. Qilsanglar savob bo'ladi, qilmasanglar gunoh bo'lmaydi. To'yib zamzam suv ichasizlar. Mana shu joyda tika turib zamzam suv ichishga ruxsat berilgan. Tushunib oldinglarmi? Nafl namozi o'qilgandan keyin zamzam suvini maza qilib to'yib ichib olganinglardan keyin qilinadigan amal endi yonida tunnel bor. Tunneldan kiramizda hamma tunneldan kirgandan keyin o'ng tomonga yuradi. Safo start deb qo'ygan. Safo tog'i bor. Tog'dan ozgina qism qolgan. Safodan yurishimiz boshlanadi. Bu amalimiz say qilish deyiladi. Say. Safo startdan boshlab Marvaga qarab yuramiz. Marva ham tog'. Marva bizni finish bo'ladi. Orasi 500 metrlik yo'l. Borasiz kelasiz. Borishingiz eslab qoling. Bu yerda aytoramiz, u yerda odam chachilib ketib qoladi. Mana shu sayda ko'pincha odam sachilib ketib qoladi. Iloji yo'q, hamma o'zi say qilishga to'g'ri keladi. Gruppovoy say qilish qiyin. Eslab qolinglar mana shu joyini. Safo startdan boshlandi, Marvada tugaydi deydigan. Borishingiz 1, qaytib kelishingiz 2. Borishingiz 3, qaytib kelishingiz 4. 7 marta shuna bo'ladi. 7-chisida Marvada qolasiz. Tushundingizmi? O'zi bunday hisoblaydigan bo'lsangiz 3,5 krug bo'lyapti. 3,5 krug. 7 krug emas. Adashib qolganlar ichida har bitta gruppada bo'ladi. Baribir odam adashib qoladi, o'zi tugatadi. 7 krug aylanishib qoladi. 7 krug emas, 3,5 krug. Borib kelishingiz hisobiga 7 marta bo'lyapti. 7-chisida Marvada qolasiz. Oxirgi amal qolyapti. Oxirgi amal soch oldirish. Erkaklar hoji boshimiz aytgandek qirdiradi, ayollar sochini shunday ushaydi-da, o'zi emas, hozir men tushuntirib beryapman. O'zi ushamaydi. Shunday ushaydi-da, barmog'iga aylantiradi. Shu aylantirganda o'rtacha 2 sm atrofida bo'ladi. Shuni qirqib qo'yilsa, inshaalloh erkaklar qirdirgandan keyin ayollar sochini uchini oldirgandan keyin ehromdan chiqdi hisoblanadi. Endi hozir aytadigan jinoyatlar mumkin bo'ladi. Jinoyatlar degani hozir sanab beraman nimalarni. Endi shular mumkin bo'ladi. Tushunarlimi? Ungacha mumkin emas edi. Endi soch oldirishni tushuntirib qo'ydi. Erkaklar sartaroshni oldiramiz hammamiz. Keyin sizlar mahramiylarni olib qo'ysanglar bo'ladi. Mahramiylarni olganinglardan keyin u ayol, qolgan ayollar sochini olib qo'ysa bo'laveradi.